Bizga eng yaqin galaktika 2,5 million yorug'lik yili uzoqlikda joylashgan. Uning nomi Andromeda. Insoniyat yaratgan eng tezkor narsa Parker quyosh zondi. U sekundiga 200 kilometr tezlikda harakatlanadi. Bu juda tez tuyuladi. Lekin shu tezlikda Andromedaga yetib borish uchun 5 milliard yil kerak bo'lardi. Yer sayyorasining yoshi atigi 4,5 milliard yil. Ya'ni hozirgi eng kuchli texnologiyamiz bilan u yerga borish sayyoramizning umridan ham uzoqroq davom etadi. Lekin yana bir yo'li bor. Yorug'lik tezligida bu sayohat 2,7 million yil davom etadi. Bu ham bitta inson umri uchun mumkin emas. Lekin Einstein kashf etgan haqiqatni tushunsangiz, hammasi o'zgaradi. Tasavvur qiling, kema doimo yer tortishish kuchi bilan tezlashib boradi. Yarim yo'lda esa shu kuch bilan sekinlashadi. Shu paytda g'alati narsa yuz beradi. Vaqtning o'zi bukiladi. Kemada o'tirgan siz uchun atigi 28 yil o'tadi. Yerni 20 yoshda tark etib, Andromedaga 48 yoshda yetib borasiz. Lekin hech kim aytmaydigan haqiqat shuki, siz uchun 28 yil o'tgan vaqt ichida Yerda 2,5 million yil o'tadi. Sevgan har bir insoningiz changga aylanadi. Sivilizatsiyalar tug'iladi va yo'qoladi. Hatto quyoshning o'zi ham boshqacha bo'ladi. Koinot katta emas, u boshqa narsa. Insonlarda hali buni ifodalash uchun so'z topilmagan. 2,5 million yorug'lik yili masofasini atigi 28 yilda bosib o'tish aqlga sig'maydi. Biz uni hali kesib o'tmadik. Lekin balki bir kun kelib shu videoni ko'rayotgan kimdir birinchi bo'lib bosib o'tar.